Avvalambor assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Biz mijozlarimizni shu fikrlari, ya'ni oziq-ovqatlar, muolajalar, xodimlarning muomala madaniyati haqida va bizdagi o'sha qulayliklarni haqida bilmoqchi edik. Shu haqida aytib bersangiz xursand bo'lardik. Biz Qashqadaryo Qarshidan keldik. Mana 4-ga keldik biz. Mana kelganga yaxshi qabul qilib olishdi. Muolajalari yaxshi, oziq-ovqatlari ham yaxshi, Xudoga shukr. Mana paraflar olyapmiz, lichenalar hammasini olyapmiz, Xudoga shukr, yaxshi hammasi. Shohruq mumkin ham o'sha bilan aloqalashib, joyda aniq qilib keldik. Juda ham yaxshi. Sayr. Oziq-ovqatlar haqida fikringiz? Yaxshi, Xudoga shukr, hammasi joyiga. Oziq-ovqatlar ham yaxshi, ta'mli. Xodimlarning sizga bo'lgan muomalasi? Yo'q, muomalasi ham yaxshi, Xudoga shukr, hammasi joyiga. Sizga misol qaysi qulayliklar yoqdi? Qulayligi mana hamma ularni muolajalar ichiga hammasi. Tashqariga chiqish yo'q. Ovqatda ham ikkinchi etaj. Yotish joylari ham mana tashqariga chiqish yo'q-da, mana muolaja olgandan keyin tashqariga chiqsangiz shamollab qolasiz. Shu tomonlari yaxshi.